Men odamlarga tushunmayman. Oldimga kelishadi-da, koronka bilan, plomba bilan bitadigan ishiga tishimni olib tashlang deb aytishadi. Bunga sabab birinchidan og'riqdan odamlar bezib ketgan va qayta kelishdan ham qo'rqishadi. Ikkinchi sababi esa narx-navo. Stomatologiyada eng arzon protsedura udalение. Shuni tishini oldiradi-yu, qutuladi. Lekin ana endi boshlanadi. Tishlarning orasini ochilishi, tepa tishi o'sib qolishi, jag'dagi mutanosiblik yo'qolishi, jag' qiyshayishlari hammasi shu bittagina tishi udaleniyasidan keyin kelib chiqadigan asorat hisoblanadi. Men keyin bemorlarimga tushuntiraman. Ey odam, keling, davolaylik shu tishingizni, sizga ko'p yillarga xizmat qilsin deb qancha tushuntiraman, lekin foydasi yo'q. Mayli oldirib bo'ldingiz, lekin oldirgan tishingiz o'rniga sirazu implant qo'ydirib yuborishingiz kerak. O'sha kuni qo'ygan postimizga ko'pchilik yozibdi. Buni narxini o'rniga uy qursak bo'ladi-ku deb. Kechirasiz-ku, tishlarni shu holatiga olib kelgandan ko'ra, tishingiz sog'lig'iga qarang. O'z vaqtida stomatologga borib ko'rining. Xullas, o'sha gap. Tishingiz og'risa, stomatologga boring, stomatolog aytganini qiling, davolatib qarang. Lekin iloji boricha oldirib tashlamang.